Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun navbatdagi video darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizda demak manzarali daraxtlarning kasalliklari va ularga qarshi kurash choralari haqida sizlar bilan to'xtalib o'tamiz. Bugungi video darsimizda bir nechta o'simlik kasalliklari haqida to'xtalamiz. Bular quyidagilardan iborat. Demak, dastlab igna bargli daraxtlarning shutti kasalligi, tol barglarining zang kasalligi, terak barglarining qo'ng'irdoqlanishi hamda terak barglarining zang kasalliklari haqida to'xtalib o'tamiz. Demak, boshladik. Birinchisi demak igna bargli daraxtlarning shutti kasalligi. Bu respublikamiz sharoitida ham o'sha igna bargli daraxt yetishtiriladigan barcha joylarda uchraydigan kasalliklardan bittasi, ya'ni keng tarqalgan hamda xavfli kasalliklardan bittasi hisoblanadi. Bu guruh kasalliklar demak o'rmon xo'jaligi juda katta zarar yetkazadi. Igna bargli kasalliklar ta'sirida doim yashil o'simliklarning demak barglari to'kilib ketishi, o'sha ignalarning to'kilib ketishi, o'sishining sekinlashishi va kasalliklarga chidamliligi, boshqa kasalliklarga ham chidamliligining pasayishi, ya'ni immunitetining pasayishiga olib keladi. Bundan tashqari istirohat bog'lari va xiyobonlarga kelgan igna bargli daraxtlar o'zlarining demak manzaralilik xususiyatlarini yo'qotadi. Igna barglarda uchraydigan kasalliklar har xil, ammo eng ko'p tarqalgan va ko'p zarar keltiradiganlariga demak shutti kasalligini misol qilishimiz mumkin bo'ladi. U barcha igna bargli daraxtlarni kasallantiradi. Ya'ni o'sha bir nechta turlar bizda yetishtiriladigan bo'lsa, mana shu igna barglar hammasini demak zararlaydi. Demak, umuman shutti kasalligini bir necha turkumga mansub zamburug'lar, Lophodirmium, Phasidium, Gifadirma, Gipodirmilla kabi zamburug'lar qo'zg'atadi. Kasallik birinchi marta demak 18-asrning oxirlarida Germaniyada aniqlangan. Shuning uchun u nemischa Schutten, ya'ni to'kiluvchi degan ma'noni bildiradi. Shulardan biri Lophodirmium pinastri chief bo'lib, Canidial davri esa Leptostroma pinastridism nomi bilan yuritiladi. Demak, kasallik belgilarini mana bu rasmda ko'rib turibmiz. Odatda dastlab o'sha bahorda boshlanadigan bo'lsa kasallik, demak kichkina dog'lar shaklida o'sha ignalarda boshlanadi. Vaqt o'tishi bilan ignalar sarg'ayadi hamda qurib qolishini ko'rishimiz mumkin. Bu rasmda ko'rinib turibdi mana. Demak, zamburug' ko'chatzorlarda, yosh qarag'ay daraxtzorlarda va qari igna bargli daraxtlarda ham uchraydi. Ayniqsa 1 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan qarag'ay o'simliklar juda ham xavfli hisoblanadi. Ya'ni bularga kuchliroq ta'sir qiladi boshqa turlarga nisbatan. Masalan, oddiy qarag'aydan tashqari qora qirim, tog' qarag'aylar hamda kasallantiradi. Ammo ularga unchalik zarar yetkazmaydi. Vimut, kedr va boshqa tur qarag'aylarga yanada kamroq zarar keltiradi. Qarag'ayning kasallanishi yoz o'rtalarida zamburug' meva tanasi pishib yetilganda apoptitsi deyiladi. Bu apoptitsi va aska sporalari askalardan chiqqan vaqtiga to'g'ri keladi. Bu askalardan chiqqandan keyin aska sporalari yordamida barcha o'simliklarga tarqaladi, zararlaydi. Askalarning hosil bo'lishi kuzgacha davom etishi mumkin ekan. Ba'zan bahorda ham kuzatiladi, ammo eng zararlisi yozdagilardir. Askalar o'sgandan keyin mitseliyalar igna barg ichiga ustitsalar orqali kirib boradi. Kuzda demak igna barglarda kasallikning birinchi belgilarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Sporalar kirgan joylarda mayda sarg'ish dog'lar hosil bo'ladi va barglarning uchlari demak o'sha ignalarning uchlari sarg'ayib qolishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bunda shutti kasallik qarag'ay o'sadigan barcha joylarda kuzatiladi. Ko'proq qalin ekilgan daraxtlarni kasallantiradi. Kasallanish darajasi ob-havo sharoitiga ham bog'liq. Ayniqsa namgarchilik ko'p bo'lgan yoz, issiq kelgan kuz va qish oylarida kasallik avjiga chiqadi. Shutti kasallik ayniqsa ko'chatzorlarda, yosh ko'chatlar yetishtirilayotgan ko'chatzorlarda katta zarar keltirishi mumkin. Kasallangan ko'chatlarni demak yulib tashlash va yo'qotish kerak bo'ladi. Bunda boshqalarga tarqalishini oldini olish maqsadida ba'zan ko'p miqdordagi ekish materiallarini yoqib tashlashga ham to'g'ri keladi. Kasallik o'rmon daraxtlariga ham katta zarar yetkazadi. 3-4 yoshli kasallangan ko'chatlarning novdalari kalta, uchlari cho'tkaga o'xshab yig'ilib qoladi. Oldingi yil hosil bo'lgan igna barglar to'kilib ketadi. Natijada o'simlikning kasalliklarga chidamliligi pasayib ketadi. Ignalar to'kilgandan keyin baribir o'simlik zaiflashni boshlaydi, ya'ni bunda immuniteti ham pasayib ketadi. Boshqa turdagi kasalliklarga tezda chalinadigan bo'lib qolishi mumkin. Demak, buni nazorat qilish uchun
qanaqa amallar amalga oshirishimiz, ya'ni qanaqa tadbirlar. Demak, shuttiga qarshi kurash choralari demak profilaktik, agrotexnik va kimyoviy usullarning majmuasini o'z ichiga oladi. Bu chora-tadbirlar demak kasallikning rivojlanishini oldini olishga, uning zararni kamaytirishga va igna barglarning umumiy holatini, ya'ni o'sha o'simliklarning umumiy holatini yaxshilashga qaratilgan hisoblanadi. Demak, profilaktik chora-tadbirlarda demak chidamli tur va chidamli navlarni demak tanlab ekishimiz tavsiya etiladi. Bundan tashqari optimal sharoitlar yaratish kerak. O'simlikning rivojlanishi uchun igna bargli daraxtlar yaxshi shamollatiladigan, quyosh nuri yetarli va tuproq drenaji yaxshi bo'lgan joylarda demak yaxshiroq rivojlanadi. Zich ekilgan va doim nam bo'lgan joylardan demak saqlanishimiz kerak bo'ladi. Bunda o'sha kasallikning ko'proq rivojlanishiga qulay sharoit bo'lib qoladi. Bundan tashqari sanitariya maqsadida kesish, bu o'sha zararlangan shoxlarni, novdalarni kesib olib tashlashimiz tavsiya etiladi. To'kilgan ignalarni yig'ishtirib olish o'sha zararlangan o'simlik qoldig'i hisoblanadi. Endi bularni o'z vaqtida biz yig'ishtirib olib chiqarib yo'q qilishimiz tavsiya etiladi. Xo'p, bundan tashqari agrotexnik chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Tuproqni yumshatish va mulchalash, tuproqni yaxshi holatda saqlash ildizlarning havo yetib borishiga, o'sha o'simlikning ildizi yaxshi rivojlanishiga va namlikning to'planish ehtimolini kamaytiradi. Bu esa shu kasallik rivojlanish xavfini yana ham pasaytiradi. Muntazam sug'orish va oziqlantirish. Sog'lom daraxtlar kasalliklarga kamroq chalinadi. Demak, sog'lom daraxtlar deyilyapti, bu yerda o'z vaqtida sug'orilgan hamda oziqa elementlarini o'z vaqtida qabul qilgan o'simliklar. Bular sog'lom bo'lib rivojlanadi, ya'ni immuniteti ham o'ziga yarasha yuqori bo'ladi. Natijada bu kasallikka chalinmaydi. Daraxtlarning sog'lig'ini saqlash uchun o'g'itlardan to'g'ri foydalanishimiz tavsiya etiladi. O'sha o'g'itlarni, kimyoviy va organik o'g'itlarni me'yorda berishimiz hamda bahorda azotli, kuzda esa kaliy, fosfor o'g'itlarini qo'llash tavsiya etiladi. Kimyoviy usullar, unda demak fungitsidlar purkaladi. Kasallik faol tarqalganda demak daraxtlarga fungitsidlar bilan ishlov berish samarali usul hisoblanadi. Demak, bunda mis asosidagi fungitsidlar bilan, masalan, bordo suyuqligi yoki zamonaviy sistemali ta'sir etish xususiyatiga ega bo'lgan skor, tapaz kabi preparatlarni qo'llash tavsiya etiladi. Ishlov berish bahorda ignalar endigina yozila boshlaganda va kuzda sovuq tushishdan oldin amalga oshiriladi. Demak, ishlov berish jadvalining eng yuqori samaradorlikka erishish uchun demak odatda zararlanish darajasi va ob-havo sharoitlariga qarab bir necha marta, mavsumda demak 2-3 marta ishlov berish tavsiya etiladi. Xo'p, biologik usul ham bor. Bundan tashqari biologik usul nima uchun qo'llaniladi? Biologik usul endi aholi yashash joylarida yetishtirilayotgan, o'sayotgan, xonadonlarda o'stirilayotgan demak qarag'aylarda kasallik aniqlangan paytda demak biz majbur bo'lamiz biologik usulni ham qo'llashimiz talab etiladi. Chunki bunda inson salomatligiga ta'sir etishi mumkin. Biz mana bu kimyoviy zaharli moddalarni ishlatsak, bunda bizga biologik preparatlar, trichodermin, fitosporin, organika S preparatlarini qo'llash tavsiya etiladi. Bular atrof muhitga hamda inson salomatligiga ta'sir ko'rsatmaydi. Demak, bularni ham ishlatishimiz mumkin. Bundan tashqari demak daraxtlarning holatini kuzatib borish. Endi bu vaqtida monitoring amalga oshirishimizni ko'zda tutadi. Ya'ni daraxtlarda kasallik alomatlarini muntazam tekshirib, shutini erta bosqichda aniqlaydi. Endi qancha kasallikni biz erta aniqlasak, uni davolashimiz, uni nazorat qilishimiz shunchalik oson bo'ladi. Shuning daraxtlarning umumiy holatini, jumladan ildizlar va tuproqni kuzatib borish muhim tadbir hisoblanadi. Keyingisi bu tol bargining zang kasalliklari. Kasallik qo'zg'atuvchisi melamspora salitsina zamburug'i, ya'ni bazidiamitsid zamburug'i hisoblanadi. Kasallangan o'simliklarda o'sha barglarda sarg'ish, demak qo'ng'ir uridia pustula biz yostiqcha deymiz ko'pincha. O'sha yostiqchalarni paydo bo'lishi bilan kuzatiladi. Yozning oxirida esa telesporalar hosil qilishi barglarning ustki qismida umumsimar qo'tirlar qora rangda namoyon bo'ladi. Zamburug' tolzorlarga juda katta zarar yetkazadi. Kasallik tez qaytarilib tursa, demak alohida novdalarning, ba'zan butun tolzorlarning nobud bo'lishiga olib keladi. Bu endi obligat parazit zamburug' o'sha barglarda fotosintezni kamayib ketishiga olib keladi hamda barglarda qurishiga ham sabab bo'ladi, to'kilib ketishiga olib keladi. Bu fotosintez kamayishi hisobiga o'simlik nobud bo'lishi ham mumkin deyamiz bu yerda, lekin ko'pincha o'sishdan orqada, rivojlanishdan orqada qolish kuzatiladi.
Keyingisi terak barglarining zang kasalliklari. Terakda ham zang kasalligi uchraydi. Bu ham o'sha toldagiga o'xshash, faqat bu yerda qo'zg'atuvchi, ya'ni kasallikni qo'zg'atuvchi patogenning turi boshqa. Melamspora larisipopulin deb nomlanadi. Bu zamburug' ham Basidium mitsid zang zamburug'lariga hisoblanadi. Kasallik terak bargida zamburug' uridiya va telosporalar hosil bo'lsa, demak etsidiosporalar piyoz bargida, ya'ni ayrim zamburug'lar biz bilamizki, zang zamburug'larning ayrimlarida ikki uyli zamburug' hisoblanadi, ya'ni rivojlanish bosqichining etsidial bosqichi boshqa o'simlikda rivojlanadi. Bunda melamspora mana bu larisipopulinda demak etsidial bosqichi piyozda rivojlanadi. Shuning uchun biz o'sha terak zorlarimiz piyozga yaqinroq bo'lganda, piyoz dalalarini terak zorlarga yaqinroq ekkanimizda kasallikning tarqalishi va rivojlanishini ko'proq kuzatamiz odatda. Demak, kasallik belgilari iyul-avgust oylarida oridiosporalar tarzida namoyon bo'ladi. Mana bu sarg'ish ko'rinishda oridiosporalar. Kasallik keng tarqalgan vaqtda barg yuzasi to'liq oridiosporalar bilan qoplanadi. Zamburug' telesporalar barg ostida to'q qo'ng'ir rangdagi yostiqchalar tarzida ko'rinadi. Telesporalar zararlanib, tuproqqa tushgan barglarda demak qishlaydi. Erta bahorda telesporalardan bazidiyalar hosil bo'lib, keyinchalik bazidiyasporalar aylanib oraliq o'simlikni kasallantiradi. Bu endi piyozni kasallantiradi. Piyozda demak zang kasalligi bilan kasallangan terak o'sish va rivojlanishdan orqada qoladi. Uning manzarali ko'rikni o'zgarishiga sabab bo'ladi. Kasallikni nazorat qilish, unga qarshi kurashda demak kurashni to'g'ri tashkil qilish uchun odatda atrofiga piyoz, sarimsoq ekmaslikka erishish kerak. Ya'ni terak zorlardan piyozlarni uzoqroq ekishga harakat qilish kerak. Tuproqqa tushgan o'simlik qoldiqlarini yig'ishtirib olib, yoqib yo'qotish tavsiya etiladi. Hamda erta bahorda kurtaklar ochilgunga qadar terak novdalarini bardo suyuqligi bilan ishlov berish, alto super fungitsidi bilan 0,15-0,2 hektariga kilogramm bayliton fungitsidi bilan ishlov berish 10-12 kundan keyin 2-3 marta o'tkazilishi kerak bo'ladi. Demak, bunda biz kasallikni samarali nazorat qilishga erishamiz. Keyingi kasallik terak bargining qo'ng'ir dog'lanishi. Bu kasallik barcha o'sha terak yetishtiriladigan joylarda uchrab turibdi. Gloeosporium populi zamburug' qo'zg'atadi kasallikni. Kasallik yozning o'rtalarida barg yuzasida qo'ng'ir rangdagi dog'lar tarzida namoyon bo'ladi. Buni mana bu rasmda ko'rib turibmiz. Bu dog'lar yetilgan kanidiyalar sog'lom o'simliklarni kasallantiradi. Endi o'sha zararlangan joyda demak kanidiyalar hosil qiladi. Kanidiya hosil qilish uchun o'sha joyda ozgina bo'lsa ham mog'or qatlam yuzaga keladi. Bu zamburug'ning havo mitsiliysi. O'sha havo mitsilining ustida demak zamburug'ning kanidiyalari yetiladi. Bu kanidiyalar havo, shamol yordamida boshqa o'simliklarga tarqalib ketadi. Kasallik keng tarqalganda butun barg yuzasini dog'lar qoplab oladi. Natijada o'sha barglarning qurishiga olib keladi, ya'ni quyosh nuridan to'siladi. O'simlikda fotosintez yaxshi bo'lmaydi. Natijada mana bu barglar qurib to'kilishiga sabab bo'ladi. Bunga o'sha xuddi boyagi zangga qarshi ishlatgan preparatlarimizni bunga ham ishlatsak ta'sir etadi. Bardo suyuqligi bilan ishlov berish, o'sha uyg'onmasdan oldin fundazol, tapas, skor preparatlari bilan ishlov berganimizda yuqori samaradorlikka erishishimiz mumkin bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Navbatdagi video darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi video darslarimizda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Xayr deb qilamiz. Salomat bo'ling.